Naslar, bunlardagi sayr qabullangan, sayr qabulini boshlagan. Bugungi mavzuni ishsiz qatlamini ish bilan joylashtirish aholining daromadini oshirishga qaratiladi. Bu dastur tariqasida Prezidentimizning bir qancha farmonlari, bir qancha qarorlari ishlab chiqqan. Aholini kambag'allikdan qisqartirish uchun, misol uchun oilaviy tadbirkorlik, 5-sonli qaror asosida yoshlarga ajratilayotgan kreditlarimiz bor. 30 yoshga to'lmagan yoshlarni ish bilan ta'minlash, daromadini oshirish, biznes rejalarini qurish. Bundan tashqari, 212-sonli qaror asosida 300 million so'mgacha kreditlarimiz bor. Bundan tashqari, xotin-qizlar tadbirkorligini oshirish, jamiyatda o'z o'rnini yo'lga qo'yish uchun 2% kam dasturda ko'rsatilgan foizdan 2% past tariqasida ajratiladi. So'rovnomaga talab etiladigan hujjatlar ishlab ko'rilgan birdan oshkor faoliyat yuritayotgan firmalarga beriladi bu kreditlarni. Yana bitta joyi bor, yangi qo'shilgan tariqasi oilaviy tadbirkorlik dasturidan imtiyozli kreditlar namunali holda yopganlarga qo'shimcha oborotini kengaytirish uchun 312-sonli qaror asosida 300 million so'mgacha kreditlarimizni ajratsak bo'ladi. Narsa bo'lsa, bo'ladi.